Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizani qo'llab-quvvatlab turuvchi podpischilarimiz joninglar omon bo'lsin. Bizni vatan Optimbek barakadan sizlarga mana yangi kartcha apparatlarimiz kelgan. Oldingi partiyalar endi kelgan. Endi bilasizlar. Hozirgi yangilari kelgan. O'shanga sizlarga bir ozgina bir ko'rsatib, iloji boricha qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bog'dorchilik akalarimizga endi orqasida manaqa apparat sepib, qayta zapravka qilib yuradigan davrlar tugadi akalar. Kimda texnika bo'ladigan bo'lsa, motobologmi yo bo'lsa skutermi, qanaqadir texnikasi bo'lsa, yo bo'lsa traktor bo'ladigan bo'lsa, mini deyilir-yu. O'shanaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmasa o'zimizda Bek barakadan traktor, pirsep hammasi bo'ladi. Oldingidek mana apparatlar akalar yelkangizga osib olib 25 kilo 30 kilo yelkangizga osib olib gektar bog'lanish sepish to'xtatildi akalar. Sizlarga ko'rsatib o'tayotgan narsamiz mana kartcha apparati bo'ladi. Bunga tok demaysizlar, o'zi avtomatik mana motorli bo'ladi. Xo'p, Arayol firmasidan ko'rib turganlaringiz motorli bo'ladi. Motorga keladigan bo'lsak, motor 170 7 tot kuchli bo'ladi mana ko'rib turganlaringiz. Bu yerda 7,5 tot yozib qo'ygan, 7 talik bo'ladi o'zi. Ishchi bilan 7,5 tot hisoblanadi. Yoqilg'isiga keladigan bo'lsak, benzin bo'ladi. 1 soatiga nagruzkada zo'r ishlasanglar, yarimta yo bo'lsa 700 gram ishlaydi akalar. Dababishti buni ichida plus mana 30 metr, 40 metr, 50 metr shlankasi. U endi o'zingizlarning talabiga qarab bemalol olsanglar bo'ladi. Plus komplektida mana ko'rib turganlaringiz. Ichidan zapchastlari, hamma narsasi chiqadi bemalol. Ko'rib turganlaringiz. Xo'p. Akalar, kompressor davleniya ikki qatorli bo'ladi. Ikki tomonlama sepib kesinglar bo'ladi. Bu yerga akalar ko'pchilik olgan bu yeriga Abdul quymasdan ishlatganda keyin ana portion qizish hisobiga mana u ishdan chiqqan. Akalar, iltimos mana qanaqa narsa texnika olgan bo'lsanglar, bu yeriga 2 litr 200 Abdul quyib qo'yishlarini so'raymiz. Akalar, nasatkasi, oldingi nasatkasini ko'rsatamiz. Bu ko'pchilik olganu oldingi nasatkasi bunaqa bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek. Sizlarga yangilikni zo'rini ko'rsatamiz akalar. Xo'p, obuna bo'lib yo bo'lmasam bizani doim kuzatib bormoqchi bo'lsanglar, iloji bo'lsa obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa videodan like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada qanaqadir kamchilik bo'lsa aytsanglar, xudo xolasa shuni to'g'rilaymiz akalar. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi nima deyapti akalar? O'ta zo'r ishlangan mana Arayol firmasiga. Xo'p. Kartcha ikkinchi uchi bo'ladi. Oldingilar bunaqa bo'lgan. Ko'pchilik mashinada sepib yurgan, chunki bu bilsanglar uzun bitta joyni sepadi mana. Ko'rib turganlaringiz mana. O'ta bagadi akalar. Sepishi o'ta cho'tki, xudo xolasa keyingi videolarda sepishlarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ko'rganingizdek mana akalar. Xo'p. Buni narxini ikki xil nasatka bo'ladi. 50 metr shlanka, 30 metr shlanka, 40 metr shlanka. Tak uni o'zingizlarga bog'liq. Masalan, menga 30 metr shlanka bilan ber, yo 40 metr shlanka bilan ber degan akalarimizga shu talabiga qarab beramiz. Hozirgi o'zining komplektida 30 metr shlanka plus ikki xil nasatkasi chiqadi akalar. Buni ham ruchkasi bor oddiy.
ruchkasi uniki ham bor. Bu addeniy bo'ladi. Ikkovi ham komplektda bo'ladi, qo'shib beriladi. Narxini akalar $210 qilib beramiz. O'zbekiston bo'lib dastavkamiz bor. Dastavka kelishilgan holatda bo'ladi. Yana qanaqadir zapchas kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar motobologmi, qanaqadir mana dori apparatnikimi, texnikalarni qanaqadir texnikani sizlarga zapchaslar kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar hamma zapchasi bor. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Hozirgi mavsumni ko'rib turganingiz selkalar ham bor akalar. Narxini selkani ham har xili bor. 10 santimetrligi bor, 5 santimetrligi bor, 15-20 santimetrlari bo'ladi. Iloji boricha sizlarga qisqaroq qilib tushuntirib o'taman. Kimga kerak bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, men sizlarga ko'rsatib, Telegramda yozadigan bo'lsanglar, tashlab qo'yamiz. Akalar, suv nasos deysizlar, suv nasoslarini oldingi qo'ygan videomizda qo'yganmiz mana. Hammasidan bor akalar, dori hozirgi mavsum ko'rib turganingizdek, uji mevalarga qurut tushadigan paytda kelgan. O'shanga iloji boricha dorilar ham bor. Bemalol gektarga desanglar gektarga, nimaga donaga, shtukka xohlagan manaqalarga yetkazib beramiz. Xudo xolasa bemalol. Oldingidek aytganimdek, bunaqa apparatlarning davri tugadi akalar. Endi bo'lishi mumkin. Endi uyga, oddiy misol uylarga olsanglar bo'ladi. Atak bog'larga akalar bo'ldi. Uji yelkani og'ritib yurishingiz shart emas. Ko'rib turganingizdek, mana shu apparatimizni tavsiya qilamiz sizlarga. Plus akalar, ukamizga qimmat deganlarga akalar, mana yangi kelgan. Bu motobologimizning orqasiga tushadi. Bu ham kartli apparat bo'ladi. Buniga ham komplektida 10 metr shlankasi bo'ladi, plus bitta nasatkasi bo'ladi. Buni ham sepishi juda zo'r. 10 metr balandlikka otib beradi akalar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Mana xohlagan razmerlarda qanaqadir nima zapchas bo'ladigan bo'lsa, hammasidan bor akalar. Motorlar ham bor. 170, 77, 88, 90, 92 hamma motorlar bor. Kasirkalarimiz hozirgi rasm mavsum boshlangan, o'rish, beda hammasidan bor akalar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like, kommentariyada o'zingiz bilan qoldirasizlar.